Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar. Mahalla tongiga tong sahardan oshno tutingan qadrdonlarimiz omonmisiz? Yana bir tong muborak bo'lsin. Xuddi shunday. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan qadrli teletomoshabinlarimiz, tong barchaga muborak bo'lsin va har doimgidek fayzli xonadoningiz mehmoni Mahalla telekanalidagi Mahalla tongi ko'rsatuvi. Biz bilan qoling, chunki bizda eng qiziqlari hali oldinda. Ha, chindan ham bugun siz uchun imkon qadar qiziqarli mavzularni tanlashga harakat qilganmiz. Nafaqat mavzular, bilasizmi Xurshida, bugun mualliflarimiz noodatiy yondashgan aynan mana shu dasturga hozir men yonimizga, davramizga, sahnamizga dastlab elimiz sevgan xonandamiz, ustoz, ijodkor, hamma birdek yaxshi ko'radigan san'atkor, nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalarda ham alohida ardoqlanadigan ijodkor. Qarang, ana shu ta'riflarga munosib ustoz san'atkorimiz. Bugun mehmonimizlar Ahror Usmonovni taklif etmoqchiman, aziz do'stlar. Marhamat ustoz, ajoyib qo'shiq bilan kirib keladilar ustozimiz. Ahror Usmonov kuylaydi Mahalla tongida. Qani ketdik. Lütfetip halim so'rgali, mastona suhbat qurgali, bizni yo'qlab fasli bahor, vafoli yor kelar emish. Lütfetip halim so'rgali, mastona suhbat qurgali, bizni yo'qlab fasli bahor, vafoli yor kelarmish. Naqshin yonoqlar lolarang, guljodu ko'zlar surmali. Naqshin yonoqlar lolarang, guljodu ko'zlar surmali. Qosh o'smali qo'l xinador, harir ruxsor kelarmish. O'smali qo'l xinador, harir ruxsor kelarmish. Jonon keling, xushxam keling, dil mulkima posbon keling. Posbon keling, tashrifingiz bosh ustiga. Bugun boshim osmon keling, tashrifingiz bosh ustiga. Bugun boshim osmon keling. Solingiz malham erur, tashna yurakka shunchalar. Bu keng dunyo ko'zlarga tor, dillar xumor kelarmish. Solingiz malham erur, tashna yurakka shunchalar. Bu keng dunyo ko'zlarga tor, dillar xumor kelarmish. Sevgimizdan aytib alyor, qo'lda dutor kelarmish. Sevgimizdan aytib alyor, qo'lda dutor kelarmish. Istam tonglar bitib ash'or, kutar bedor kelarmish. Istam tonglar bitib ash'or, kutar bedor kelarmish.
osmon keling, tashrifingiz bosh ustiga. Bugun boshim osmon keling, tashrifingiz bosh ustiga. Bugun boshim osmon keling, lütfetib holim so'rgali, mastona suhbat qurgali. Lütfetib holim so'rgali, mastona suhbat qurgali. Bizni yo'qlab fasli bahor, vafoli yar kelar emish, ko'zi xumor kelar emish, harir ruxsor kelar emish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelib joylashib olishingiz mumkin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. To'y xayrli bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Demak, qadrli do'stlar, dasturimiz noan'anaviyroq boshlanadi va oxiriga qadar ana shunday tarzda davom etadi deganimiz shuki, Ahror Usmonov, elimiz sevgan xonanda, ustoz san'atkor bugun soat 8:00 ga qadar biz bilan birga bo'ladilar. Bugun biz ularning ajoyib qo'shiqlaridan bahra olish imkoniyatiga egamiz. Boshqa kunlardan ko'ra ko'proq imkoniyatga egamiz. Xush kelibsiz. Biz bugun baxtlimiz. Rahmat. Sizni ko'rdik. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Bebaho muxlislarimiz, ekran qarshisida o'tirgan tomoshabinlar, sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'limizdan kelgancha bugungi ko'rsatuvni birgalashib chiroyli bo'lib, chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Ahror aka, Ahror Usmonovni mana 7 yoshdan 70 yoshgacha tanishadi, bilishadi, yaxshi ko'rishadi. Nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalarda ham sevib tinglashadi. Deylik, bugungi kunda bitta san'atkor zamonaviy tilda aytganda trenddagi qo'shiqni kuylashi uchun qancha ter to'kiyapti. Ahror Usmonovdan shunday hit darajasiga ko'tarilgan qo'shiqlar menimcha 10 dan ziyod bo'lsa kerak. Mashhurlar tongni qanday qarshi oladi degan sahifamiz bor edi bizni. Keyinchalik mashhurlarning vaqtini topolmay qolib mualliflarimiz, muxbirlarimiz bu sahifani yopishgandi. Ahror Usmonov tongni qanday qarshi oladi odatda? Eng go'zal palla bo'ladi tong. Tongda otishi bu o'ziga yarasha bir go'zal narsa-da. Har kim ham bunaqa ne'matga yetganlar bor, yetolmaganlar bor. Shu tonglarni kutishga nasib qilganligi uchun beadad sanolar, hamd va sanolar tilaymiz. Va qo'limizdan kelgancha shu ezgulik yo'lda harakatdamiz. Ezgu duolar, ezgu tilaklar, ezgu niyatlar, ezgu orzular. Shunda Alloh taolo har birimizga o'sha niyatimizga yarasha o'sha xayrli kun, xayrli tong va xayrli rejalarda bo'lishiga nasib qiladi. Tong sahar uyg'onasiz odatda. Yo'q, men yoki o'zi kechasi uyqu bo'lmaydi. Kechasi ijod bilan band o'sha nima deydi? Rus tilida professionalna болезнь degan narsa bor. Kasb kasalligi. Shunga qaramasdan qo'limizdan kelgancha harakat qilamizki, dam olishga. Chunki kech tungi uyqu baribir boshqacha bo'ladi. Eng kerakligi. Yoshimiz ham har holda ozgina yosh paytimizda kechasi bilan uxlamasdan u paytda xalq xizmatlari tonggacha davom etardi. Tongda yana ulanib, yana kunduzga ulanib, hali beshik to'yi deysizmi, challar deysizmi, boshqaga ulanib ketardi. Endi hozirgi paytda yoshlarga biz imkoniyat berildi, mana yoshlar endi ularning hayoti qanaqa bo'layapti, uyquga to'yishyaptimi yo'qmi men bilmayman, lekin bizda har holda ozgina tin olish degan narsa bor. Endi bugun butun jahon salomatlik kuni ekanda, siz har doim mana shunday yosh ko'rinasiz va sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, masalan, ertalabdan nimadir qilasizmi? Nimadir o'zingizning odatingiz bormi yoki? Yo'q, bilasizmi, Allohdan so'rasangiz, Allohim o'zing mana shunaqa qilmoqchiman, mana shunaqa bo'lmoqchiman. Ozgina shu
o'zing yordam bergin desangiz, Allohning o'zi yordam beradi. O'sha niyatingizga bog'liq. Agar niyat qanaqa niyat qilsangiz, yaxshi niyat qilsangiz, Niyatga bog'liq. o'sha niyatingizga yetkazar ekan. Men ham bir paytlar 112 kilo edim. Allohdan so'radim. Ey Allohim, mana shunaqa bir kichkina bir dard bergin menga. Shu dard tufayli ozgina shu nima qilay? Ozib olay. Faqat tuzatadigan, shifo bo'ladigan dard bergin menga. Dedim, Alloh taolo gapimni eshitdi, bitta kichkinagina bir narsa qildi. Men o'sha sharoitga qarab, o'zimga qarashni boshladim va parhez qildim. Parhez qildim, yurdim. De, mana 22 kilo Qo'y. 6 oyda 22 kilo ozdim. Xursand bo'lib turdik, pandemiya boshlanib qoldi. Uyda o'tiringlar, uydan chiqmanglar, uyda qolinglar degandan keyin uyda o'tirib, yana o'sha haligi Ishi boshlandi. oziq ovqat degandek, boshqa degan nafs degan narsa bor. Yana bir 10 kilo nima qildik? Endi yana bir 10 kilo. Endi yana bir yaxshi niyat qilasiz. Endi bu safar yaxshi. Yana nima qilishim kerak? Yo'q, lekin men bir narsa Olishim aytay, kerak. ko'rinishingiz yaxshi. Ha, juda ham zo'r. Alhamdulillah. Endi biz Ko'z tegmas. Endi bilasizmi, siz hozir harakat dedingiz va o'sha harakatga mos baribir ham biz dehqonlar erta-yu kech harakat qilishadi, tinim bilishmaydi-ku. Va dehqonlar haqida, dehqonim nimada qo'shig'ingizni nomi? Shunaqa. Shuni bir eshitaylik. O'zi aslida mana Ahror Usmonov haligi mirishkorlar yurtidan-da baribir Farg'ona tinib tinchimaydiganlar. Xuddi shunday. Uni Bular ham tinib Besharig'i tinchimaydilar. ham, uni Rishtoni ham, uni boshqa hududlari ham, Oltiarig'i ham. Shu sababdan ham Siz qayerdansiz? men Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman. Ota-onam o'sha Paxtabodlardan. Sizga yaqin. Paxtabod, Andijon, Paxtabodidam deb deyilar ekanda, u Paxtabodida ham. Paxtabodidami? Xullas kalom, men ham xuddi shu fikrdaman. Mana yaqindagina Navro'z ayyomi o'tdi, ya'ni yana qaytadan tug'ilish, yana qaytadan qayta tirilish degan narsa bo'ladi. O'sha daraxtlar yana qaytadan barg yozdi, o't o'lanlar qaytadan mana yana o'zlari mana hamma yoq yashil bo'lyapti. Va albatta dehqonlarga bu yilgi xirmonlarga harakat boshlandi. Birinchi mana shu avvalo ota-onalarimiz salomat bo'lsin, oila a'zolarimiz, avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, va albatta shu tinch yurtda, tinch oilada yashab dasturxonlar, noz-ne'matlari albatta bu dehqonlarimizni olib borayotgan mehnatlari, jonkuyarliklari. Shuning uchun dehqonlarimizga, fermerlarimizga va barcha shu elim yurtim deb dasturxoniga harakat qilayotgan, xalqimiz uchun harakat qilayotgan mirishkorlarimizga bir qo'shig'imiz bor. Marhamat. Eshitamiz. Marhamat. Ahror Usmonov kuylaydi, qadrli do'stlar. Tuproqdan tillolar tergan dehqonim, el yurt rizqini bergan dehqonim. Tuproqdan tillolar tergan dehqonim, el yurt rizqini bergan dehqonim. Kashtida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar urgan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim.
mo'ynon yuzida orazingiz bor. Goho bulutlardan arazingiz bor. Bo'lsa yolg'iz Allohdan qarzingiz bor. Mag'rurlikda tog'day turgan dehqonim, eli yurt rizqini bergan dehqonim. Kelsa selab ko'zlardan oqib, bo'lursa xitob dunyoni yoqib. Xat qalaq tatiga bo'zlablar boqib, jonini chimchilab yurgan dehqonim. Aram balışını nurdan to'shaysiz. Biror kun o'zingiz uchun yashaysiz. Rizqini Allohdan so'rgan dehqonim, mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim. Biror kun o'zingiz uchun yashaysiz. Rizqini Allohdan so'rgan dehqonim, mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim. Tuproqdan tillolar tergan dehqonim, eli yurt rizqini bergan dehqonim. Kaftida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar urgan dehqonim. Mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim. Eli yurt rizqini bergan dehqonim. Demak, qadrli do'stlar, biz efirdamiz. Va mehmonimiz elimiz sevgan xonanda, ustoz ijodkor Ahror Usmonov bo'ladilar. Hali Ahror Usmonovdan bir-biridan ajoyib qo'shiqlar, diltortar qo'shiqlar eshitamiz degan umidimiz yo'q emas, chunki dastur so'ngiga qadar aynan mana shu ijodkor biz bilan birga hamroh bo'ladilar. Hozir esa siz tomondan kelayotgan SMSlarni tezkorlik bilan o'qib eshittiramiz, juda ham tezkorlik bilan faqat, maylimi?
Demak, salom mahalla tongi boshlovchilari, tongingiz xayrli bo'lsin. Men Tojikistonning Qiziltepa qishlog'idan doimiy muxlisingiz Yigitaliman. Bugun opam Feruzaxonning tug'ilgan kuni. Uni chin dildan tabriklaymiz. Singlisi Dilfuza, jiyanlari Azimjon, Asadbek, Azizaxon va ota-onasi tabriklaydi. 100 yoshga kirib yuring deyilgan. Assalomu alaykum. Tojikiston Panjikent shahri yana qishloq qishlog'idanman. Bugun ukam Xolimirzayev Xudoyberdining tug'ilgan kuni bilan oila a'zolarimiz, otasi Haqberdi, bobosi, onasi va nabiralari Farzona, Farangizlar tabriklashyapti. Assalomu alaykum. Xo'rbang, men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Hasanbobo Qoraqismoq qishlog'idagi opam Xalilova Gulshanoy opamga salom. Opajon, baxtimizga sog' salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'ruvchi ukangiz Mahmud Azbek va Gulinur Bolg'oli qishlog'idan. Assalomu alaykum. Mahalla tongi ijodkorlari, tongingiz xayrli bo'lsin. Shohjahon va Xurshida. Bugun umr yo'ldoshim Anar oyning tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. 54 yoshni qarshi oldilar debdilar. Davom etamiz. Assalomu alaykum hurmatli mahalla tongi ko'rsatuv ijodkorlari. Assalomu alaykum Ahror aka, yaxshimisiz? Bormisiz? Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Oilaviy muxlisingizmiz deb Shohruxdan kelgan SMS. Alaykum assalom. Salomat bo'ling. Davom etamiz qadrli do'stlar. Assalomu alaykum mahalla tongi ijodkorlari. Tojikiston Adrasmon shahridan 6-B sinfda o'qiyman. Jiyanim Shukrullohni tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Ishlariga omad, kelajakda ulkan zafarlar tilayman. Sherali va Doniyorbek yangasi Shahlo nomidan. Assalomu alaykum hurmatli mahalla kanali ijodkorlari. Men Qirg'izistonning Batkentidan bo'laman. Shohjahon juda ham to'g'ri aytdingiz. Ahror Usmonovni nafaqat O'zbekistonda, balki Qirg'izistonda ham yaxshi ko'rib eshitishadi. Sog' bo'lsinlar deyilgan. Rahmat. Kimdanligi yozilmagan faqat. Assalomu alaykum mahalla tongi boshlovchilariga salom. Biz sizlarni ashaddiy muxlisingizmiz. Bugun Nasim akamning tug'ilgan kunlari. Baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Ergashevlar oilasi nomidan tabriklaymiz. Tojikistonning Spitamen nohiyasidan. Tojikistondan kelgan yana bir SMS bor. Ustoz Ahror Usmonov, xush kelibsiz. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Biz Tojikistondan tinglayapmiz. Xushvaqt bo'linglar. Va alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tojikistonning Dashti Malla qishlog'idan Adolat xolaga sog'lik, salomatlik, umrlari uzoq bo'lishini tilab qolaman. Salomlarimni yo'llab qo'ying. Qumri aya nomidan. Salom Shohu Jahon, shunaqa yozilgan. Shohu Jahon. Men Beshariqdan, ishlaringizga omad. Kanalga ulandimmi? Ulangan bo'lsam o'qing. Ahror Usmonovga ijodiga omad. Haydar va Zaynabxondan kelgansiz. Rahmat va alaykum assalom. Sog' bo'lsin. Ha, ulandingiz. Davom etamiz. Bugun onamning tug'ilgan kuni. Abdullayeva Omongul tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'lib yursinlar. Surxondaryo Angordan, Hamkon mahallasidan Ro'zi Rais. Ro'zi Kuchkeldiyevdan yana SMSning davomi bor. Ahror aka ona qo'shig'ini ham aytib bersinlar deyilgan. Xo'p, davom etamiz. Muazzam Ibragimova. Assalomu alaykum qadri balandiz boshlovchilar, yaxshimisiz? Turkistondan Muazzam opaman. Sizlar orqali bir oliyjanob insonni, ya'ni dunyoda tengi yo'q, qalbi daryo, mehribon ukajonim Yusupov Abdullani muborak 60 yoshi bilan tabriklayman deb chiroyli tilaklarni uzundan uzoq SMSga sig'dirishga harakat qilganlar. Bir umrlik yo'ldoshi Rahbaroy kelin bilan qo'sha qarab, farzandlari, nabiralari va bizni baxtimizga sog' bo'lsinlar deb Muazzam opa o'z SMSlariga yakun yasaganlar. Assalomu alaykum mahalla tongi ijodkorlari. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ishlaringizga omad. Men yagona mehribonim, g'amxo'rim Imomali akajonimni juda yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' omon bo'lsinlar. Tojikiston Dashtimalla qishlog'idan jiyani Mustafoyeva Asomiddin, iltimos o'qib eshittiringlar. Oldindan rahmat debdilar. Rahmat sizga ham. Ha, arzimaydi. Demak, SMSlar ko'p, lekin Ahror Usmonovni biz uzoq kuttirish istagida emasmiz. Vaqti bilan ana shu nomalaringizni o'qib eshittirib turamiz. Bugun qarang, ko'pchilik tug'ilgan kunini nishonlayapti. Ahror Usmonovda esa ana shunday tavallud ayyomini nishonlayotganlar uchun ajoyib bir qo'shiq bor, to'g'rimi ustoz? Hozir men bir narsa aytib qo'yay. U qo'shiqni tayyorlash kerak edi. Avvalambor bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan jamiki onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, farzandlarimiz, qizlari, o'g'illarni umrlari uzoq bo'lsin. Tabriklayman. Chin qalbimizdan hammamiz tabriklaymiz. Men ham tabriklayman. Alloh yor bo'lsin, madadkor bo'lsin. Hozir bir ona to'g'risida qo'shig'ingizni xirgoyi qilib
imkoniyati bor. Albatta. Rejamizda boshqa qo'shiqlar qo'yilgan, endi shu muxlislarning sazalari o'lmasin. Nima deydi? Bir kuplet bo'lsa ham shu Jonli ijroda xirgoy qilib beradi. Marhamat. Bir ayol bor yer yuzida, o'shal mening onam bo'ladi. Duo bordur har bir so'zida, o'shal mening onam bo'ladi. Endi otalar xafa bo'lib qolmasin deb sal o'zgartirganman. Ikki ulug' zot bor yer yuzida, o'shal ota onamiz bo'ladi. Duo bordur har bir so'zida, o'shal ota onamiz bo'ladi. Bir ko'zida tabassum hardam, bir ko'zida g'amni yashirgan, bir ko'zida tabassum hardam, bir ko'zida g'amni yashirgan. Goho shodon, goho ko'ngli kam, o'shal mening onam bo'ladi. Goho shodon, goho ko'ngli kam, o'shal ota onamiz bo'ladi. Rahmat. Ko'z tegmasin, ovozingizga ko'z tegmasin, umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi nazarimda qo'shiq tayyor bo'lgandir. Men u yoqdan so'rayman. Qaysi qo'shig'ingiz, italyancha qo'shig'ingiz tayyor ekan, aytamizmi shuni? Yo'q, tug'ilgan kun haqidagi qo'shiq Hozir. Siz nima deyapsiz? Italyancha qo'shig'ingiz. Mayli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, ayollarni hurmat qilinglar. Rahmat. Ayollar deganda onalar, opa-singillar, farzandlar va albatta umr yo'ldoshlar. Shuning uchun shular sazalari o'lmasin. Albatta, qo'shiq aytilayotganda men sekin chiqib ketsam, muxlislarimizni nima desam ham orqaga ketyapti o'zi. Muxlislarimizni, chunki 5 arig'i ham, 6 arig'i ham devordingiz-da, o'shaning uchun bo'lyapti. Ha, sizni xafa qilib qo'ydim. To'xtang, keling shu mavzu jonli efirdamiz. Nimaga xafa bo'ldingiz shu gapimdan? 5 arig'i ham, 6 arig'i ham deganda ozgina menga sal g'alatiroq bo'ldi-da. Shuning uchun paxtavoti ham devordim-da men. Yo'q, nega? 5 arig'i ham, 5 ariq ham, 6 ariq ham. Demak, oxirida 5 arig'i ham degan so'z bor-ku, 5 arig'i ham, 6 arig'i ham deganda menga sal rost gap yoqmadi. O'shaning uchun paxtavoti ham devordim. Endi paxta obodga biz to'ylarga borganmiz, xalqini hurmat qilamiz. Juda ham ajoyib xalq, Paxtaobod, Andijon viloyati borganman. Juda ham san'atsevar va juda ham qalbi toza insonlar. Shuning uchun men nima demoqchimanki, keling bir Italiya, Yevropaga bir borib kelaylik. Italiya. Maylimi? Ketdik. Nima desangiz shu. Ketdik. Rahmat. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, io
grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Davom etamiz. Bizda SMS'lar bor. Assalomu alaykum hurmatli mahalla tongi ijodkorlari. Tojikistonning So'g'd viloyati Jabor Rasulov nohiyasi Qo'rg'oncha qishlog'idan Xayriniso onamizdan salom deyilgan. Salomat bo'lsinlar. Assalomu alaykum mahalla tongi ijodkorlari. Shohjahon charchamang, juda qiziq ko'rsatuv bo'lyapti. Ahror aka ijodlariga omad bo'lsin. Biz Tojikistonning Sujina qishlog'idan Rajabov Sharofjon biz ko'rsatuvni ko'rib turibmiz. Bitta tilak, ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, ashulasini aytsinlar. Iltimos oldindan rahmat sizlarga deyilgan. Assalomu alaykum, xayrli kun aka, yaxshimisiz? 43-o'rta maktabga salom deng. Iltimos, men o'sha yerda o'qiyman deyilgan. 43-maktabga salom. Salomat bo'ling, o'qishlarni eson-omon tamomlab oling. Assalomu alaykum hurmatli mahalla tongi ko'rsatuv boshlovchilari, yaxshimisiz? Panjakent shahri Abdusamad qishlog'idan Surayyoman. Men opajonim Shoiraxonni Shukrona kuni bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsinlar deyilgan. Assalomu alaykum xayrli tong mahalla tongi ijodkorlari, ishlaringizga omad, sizlarni sevib kuzatamiz deb Sherzod Shodmonov SMS yozgan. Italyancha aytdilar, wow, mazza qildik degan SMS kelgan. Salomat bo'ling. Grazie. Demak, Turkmanistondan SMS kelgan. Assalomu alaykum. Turkmanistondan sizni kuzatyapmiz deyilgan joyini tushundim. Qolgan joyini tushuna olmay qoldim. Nahele deyiladi. Assalomu alaykum. Boysindan Tojiddin boboga salom. Ismim Komiljon deyilgan SMS ham bor. Assalomu alaykum erta tongdan. Mana shu she'rni o'qib eshittiring deb she'r yozyaptilar. She'r uzundan uzun. To'g'richining tayyorlanmagan she'rni o'qish ham ozgina noprofessionallikka kirib qoladi. Tojikistondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan kelayotgan SMS'lar ko'p. Biz esa studiyamiz mehmoni Ahror Usmonov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Davom ettiramiz va hozir endi qaysi tilda aytsalar, o'sha tilda siz yo salomlashyapsiz, yo xayrlashyapsiz, yo tilak bildiryapsiz-da. Nechta tilni bilasiz o'zi Ahror aka? Endi har bir inson qancha til bilsa, shuncha odam. Masalan, bir o'sha ulug'lardan birlari aytgan ekan. Inson bitta tilni bilsa bir kishi, 100 ta tilni bilsa 100 kishi. O'zi bunday olib qaraganda har birimiz bir marta dunyoga kelamiz. Shu bir marta dunyoga kelganimizda har bir возможность deydimi, nima deydi? O'shandaqa nimadan foydalanish kerak, o'rganish kerak, o'qish kerak, bilish kerak. Va til o'rgansa, menimcha nima bo'ladi? Qo'ldan kelgancha kam-kamdan ancha-muncha bo'lmasa ham ozmuncha salom alaykum qilib nimani tushuntirishga harakat qilamiz. Va har doim tinim bilmaysiz. Yangidan yangi ijod namunalarini yaratishda charchamayapsiz va bizga bugun sovg'a sifatida bir yangi qo'shig'ingizni olib kelgansiz, ijodkorlar. Mazza qilib bizni tomoshabinlar eshitish uchun. Rahmat. Mana ukamiz hozir taniqli bo'lgan qo'shiqlari 10 ta dedilar. Endi 10 dan ziyod. Undan ziyod, u 100 ga yaqin bo'lishi ham mumkin. Men o'ylaymanki, bizning muxlislarimiz har bitta qo'shig'imizni o'zlari yodlab olishganda. Ha, shunday. Yodlab olishgan.
Shuning uchun muxlislarimiz salomat bo'lsin, shu fursatdan foydalanib muxlislarimizga o'zimizni minnatdorchilik bildiramiz va biz Alloh rahmat qilsin, bir shoir akamiz bo'lganlar, bizni ko'p qo'shiqlarimizni shu akamiz yozganlar. Shu akamiz bir 25 yil oldin menga bir o'sha qo'lyozmalarida she'rlarini menga yoqqan she'rlarning orasida bir 14-avtobus degan she'rlari bor edi. Bu 80-yillardagi bo'lgan voqea. O'sha yosh paytlari shu avtobusda bir go'zal insonni ko'rib qolib, yaxshi ko'rib qolib, shu insonni yana qayta ko'rarmikinman? O'sha yildagi sof sevgi bo'lgan. O'sha qiz 14-avtobusda ko'rinib qolgan ekanda, o'sha qizni qayta ko'rarmikinman? U paytda siz aytgandek juda ham boshqacha sevgi bo'lgan, sof sevgi bo'lgan. Haligi telefonlar bo'lmagan. Va o'sha paytdagi sevgini tasvirlab bir, endi avtobus so'zi Yevropa so'zi, bu o'zbekcha so'z bo'lmagani uchun 14-avtobus demadikda, 14-avtobus kelar deb aytdik. O'shaning uchun shu qo'shiqni muxlislarimiz uchun va siz iltimos qilingiz aytib beraman. Marhamat. Bekatingda seni kelar deb tong sahardan kechgacha poylab sog'inganim axir bilar deb tuyg'ularim dilimga joylab kutar bo'lsam seni ey dildor uzoqlardan umid uyg'otar 14-avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar u to'xtaydi uf tortib sekin va odamlar tushar birma-bir izlaymanu topolmam lekin kechikkandir endi keladir degan xayol taskinlik berar va qolaman joyimda qotar 14-avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 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 İlaç kim bunda ham yoksan lekin keta olmayman sira yo bilmaysan yo ko'ngli to'qsan men turaman hamon o'y sura tashna ko'nglim visoling tilar qo'yma meni yo'lga qarata 14-avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 14-da oylar ham to'lar 14 kunlik oydek bo'lib kel ko'z yoshimdan soylar ham to'lar sharqiragan soyday bo'lib kel muhabbatni bilmas kishilar xo'p kuldilar ustimdan qota 14-avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 14-avtobus kelar yuragimni qilib bezovtar 14-avtobus kelar
yuragimni qilib bezovta 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovta 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovta o'tar ay yillar necha bor almashib fasl sog'inchimdan qon bo'lar dillar toki murod bo'lmasa hosil kimlarning baxt iqboli kular meni esa hamon yupatar 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovta kunlar o'tar oy yillar necha bora almashib fasl sog'inchimdan qon bo'lar dillar toki murod bo'lmasa hosil kimlarning baxt iqboli kular meni esa hamon yupatar 14-chi avtobus kelar yuragimni qilib bezovta 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 yuragimni qilib bezovta Qoyil gap bo'lishi mumkin emas va azizlar bizdan aslo uzoqlashmay hali bizda oldinda sizga ataganlarimiz bisyor bizda esa hozircha reklama. Aziz do'stlar, biz jonli efirdamiz. Mahalla tongi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz va studiyamiz mehmoni elimiz sevgan xonanda Ahror Usmonov. Ular o'zlarining repertuaridan o'rin egallagan bir-biridan ajoyib qo'shiqlarni sizga taqdim etmoqdalar va biz esa sizdan kelgan SMSlarni o'qishda davom etamiz tezkorlik bilan. Qadrli do'stlar, demak, assalomu alaykum. Tojikistonning Panjakent yana qishloqdan salom. G'olibjon salom yo'llayapti. Onajonim Mukarram ayaning yaqinda tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan chin dildan tabriklayman. Iltimos o'qib eshittiring deganlar. Albatta onajoningizning umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Mahalla tongi ko'rsatuvining barcha xodimlari Ahror Usmonovga barcha yaxshi fikrlar bildirilyapti. Haqiqatan ham u bunday ta'rifga loyiq san'atkor. Sog' va omon bo'ling. Bundan keyin ham avvalgilardek yaxshi qo'shiqlar kutib qolamiz. Said Boltaboyev, Bekobod tumanidan. Rahmat. Bugun buvijonim Hurniso hoji onaning tug'ilgan kunlari edi. Shu munosabat bilan ularni tabriklamoqchi edim. Yoshiga yosh ko'rsinlar, umrlari uzoq bo'lsin, yuz yoshlarni qarshi olsinlar deb jo'natibdilar Saidxon. Hurmatli mahalla tongi boshlovchilari, Dilxushbekni Shukrona kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Otasi va onasining eng suyukli farzandi doimo sog' salomat bo'lib yursin. Ilohim Dilxush, seni har doim yaxshi ko'ruvchi akang Ozodbek va
Norqo'chqor bobo, Anorxol momo, Muhammadjon hamda Mohi Chehraxon nomidan tabriklayman degan SMS kelgan. Xullas, bugun ko'pchilik yana shunday tavallud kunini nishonlayapti va buni mahalla tongi orqali bildiryapti, qadrdonlar nomalar yo'llayapti. Siz ham bemalol ana shu jarayonlarda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz aziz do'stlar. Dasturimiz mehmoni esa ta'kidlanganidek, xalqimiz sevgan xonanda, ustoz san'atkor Ahror Usmonov va ular bilan suhbatni davom ettiramiz. Endi hozir italyancha aytdingiz va sizni ohanglaringizda sezishimiz mumkin, hindcha ohanglarni hamma degan qo'shimchalarni qo'shasiz o'zi aslida va yoshligingizda ham hind aktyori, ya'ni Amitabh Bachchanni yaxshi ko'rgan ekansiz. Men buni bir eshitib qoldim va o'sha voqea bilan, hodisa bilan bog'liq sizda voqea bo'lgan talabalik vaqtingizda. Keling o'shani eslaylik, juda ham zo'r bo'lgan. Men yoshlik paytimdan Fillar meni do'stlarim degan kino kelgan. Yosh bola edim u paytda. Shunda otam rahmatli oilamiz bilan o'sha hind kinosini ko'rgani borib maftun bo'lganman. Mahliyo bo'lganman hind kinosiga va qo'shiqlariga. Shu bilan hind san'atiga qiziqishim juda ham bir yuksak bo'lgan. Katta va albatta har bir millatning o'zining xalq qo'shiqlari bor. Har bir millatning xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Chunki u milliy qo'shiqlar. Rus bo'ladimi, boshqa millat, qaysi o'zimizda ham xalq qo'shiqlarimiz bor-da. O'shaning uchun shularning qatorida hind san'atiga ham juda ham hurmatim baland. Chunki ular o'sha Mahmud G'aznaviy degan podshoh bo'lgan bir paytlar. Shu Mahmud G'aznaviy Hindistonga yurish qilib, o'sha hind ibodatxonasini yo'qayotgan paytda bir qanchadir 50 mingta hind nimalarni shu qamab yo'qayotgan paytda qo'shiq aytishgan ekanda, o'sha yonayotgan paytda ham shunda Mahmud G'aznaviy yoqasini ushlab al-Hazara. Shunaqa xalq bor ekanki, o'layotganda ham qo'shiq aytadigan xalq bor ekan degan. Bular san'ati birinchi o'rinda turadi, raga degan. Shuning uchun Amitabh Bachchanni yoshligimizdan yaxshi ko'rib, nayinki Amitabh Bachchan, o'sha Rajesh Khanna va albatta o'sha qo'shiqlar ijrochilarini va haqiqatan ham ko'rgansiz-da ularni. Amitabh Bachchan degansiz. 1986-yili kinofestival bo'lgan Toshkentda. Shunda Muhammad Tursun aka degan bir qadrdonimiz borlar. Birgalashib Panoramaga borganimizda menga aytganlar, Amitabh Bachchan kelibdi. Men ishonmadim oldin. Qiziqishda bordim, kino tugadi, qanaqadir kino bo'ldi. Kino tugagandan keyin xalq chiqib ketyapti turdi. Qiziqishda qarasam, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan o'g'illari kichkina bolacha edi. Shortikki bo'lgan kichkina, qizlari Shvita Bachchan va ayollari Jaya Bachchan. Ismlarini kecha bilasiz. Shunda shoshilib ketyapti turdi. Mr. Bachchan, stop please dedim. Mashinasiga to'xtab bu yoqqa qarab, qaradi. Give me please autograph. Give me dedim. Menga iltimos autograf yozib bering dedim. Yozib berdi. O'g'li Abhishek Bachchan ham yozib berdi. Shvita Bachchan. Endi ayolni unchalik tanimas ekanman. Jayani keyin bildik-da, Jaya. O'shanda bir maza qilganmiz. Endi niyatimiz bor, nasib qilsa borib bir o'sha qo'l qo'yilgan qog'ozga borib, mana esingizda bo'lsa Toshkentga kelganingizda qo'l qo'yib bergandingiz degan nimamiz bor. Endi nasib qilsa boramiz. Nasib qilmasa shu nimada yuraveramiz. Yaqinda Amitabh Bachchan Toshkentga kelganda men undan intervyu oldim-da. Shu intervyu olganimda Abhishek Bachchan Toshkentga kelganda intervyu oldimda. Abhishek Bachchan darhaqiqat shu voqealarni esladi. Men Toshkentga kelganman dedi, bundan bir necha yillar oldin dedi. Taxminan 80-90-yillarda aniq yilini u esla olmadi va dedi, O'zbekiston men uchun nimaga qadrli bilasizmi dedi. Chunki dedi, men birinchi dastxatimni O'zbekistonda qo'yganman dedi. Muxlislar kelib, otamdan dastxat olib, keyin negadir menga ham qog'oz bilan ruchka tutishardi. O'shalar orasida siz ham bor ekansiz. Va mana shunday baxtlilar orasida endi tug'ilgan kun nishonlayotgan insonlar bor-da, endi bizda aytishib tug'ilgan kun qo'shig'i tayyor. Endi tayyor deyishyapti. Tayyor bo'lgan bo'lsa, sizni ham siz ham o'lmas ekan, qadrli do'stlar. Men bu qo'shiqni o'zimni farzandimga yozganman-da, yozganman emas. O'sha rahmatli Sotvoldi akamizga iltimos qilganman-da, Sotvoldi aka farzandlarimizga bir
tug'ilgan kunlariga bir qo'shiq tayyorlab bersangiz deganimda yozib berganlar, shuni qo'limizdan kelgancha kuyga solganmiz. Shu qancha kutishyapti. muxlislarimiz, bugun tug'ilgan kunlari bo'layotgan muxlislarimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, ularning orasida farzandlari ham bor, o'zlari bo'lsa otalari, onalari nomlaridan aytib beradi. Hamma uchun. Hamma maza qiladi menimcha. Marhamat. Eshitamiz. Xonadonim chirog'i o'chmas, orzularga ma'lum ko'nglim yaratgandan baxtingni tilab, shukronadan tinmaydi tilim. Yaratgandan baxtingni tilab, shukronadan tinmaydi tilim. Qutlug' bo'lsin tug'ilgan kuning, zurriyotim, jonim, farzandim. O'ylaringdan quvonar ko'zim, jonimga jon, dilga payvandim. Halolligu shirin zabonlik va kamtarlik bo'lsin shioring. El yurtinga sodiq farzand bo'l, baland tutkin nomusi oring. Komillikka intilib yasha, amon bo'lsin bu aziz boshing. Barcha ezgu niyatingga yet, hech so'nmasin ko'kda quyoshing. Qutlug' bo'lsin tug'ilgan kuning, zurriyotim, jonim, farzandim. O'ylaringdan quvonar ko'zim, jonimga jon, dilga payvandim. Qutlug' bo'lsin tug'ilgan kuning, zurriyotim, jonim, farzandim. O'ylaringdan quvonar ko'zim, jonimga jon, dilga payvandim. Oho, aha.
yashang. Ahror aka, endi mana dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti-da, qarang. Sizga 1 soatlik kamlik qilar ekan, to'g'risini aytsak, sizni yana hali studiyamizda mehmon sifatida ko'rishni menimcha yana bir marta sizdan so'rab qolamiz. Inshaalloh. Ha. Albatta. Aziz do'stlar, qadrli teletomoshabinlar, siz Mahalla telekanalida jonli efirda Mahalla tongi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'plab SMSlar keldi. Biz ularni hammasiga ham vaqt ajrata olmadik, ammo imkon qadar harakat qildik. Chunki SMSlarni odatda 15 ta kam, 10 ta kam, 8 ga qadar o'qiymiz. Chunki keyin san'atkorlarimizdan, xonandalarimizdan qo'shiqlar ketma-ketligi haligi non-stopi boshlanadigan payt bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. O'zingiz, yaqinlaringizni ehtiyot qiling, bizga oshno tuting. Mahalla telekanali siz uchun imkon qadar eng saralarni ilinishga harakat qilyapti. Umid qilamizki, siz ham bizga hamroh bo'lasiz. Xuddi shunday va biz kasbimizni nima uchun yaxshi ko'ramiz? Chunki biz kichkinaligimizda mana Ahror akani qo'shiqlari bilan katta bo'lganmiz va kasbimiz orqali bu ijodkorlar bilan suhbat qilish baxtiga musharraf bo'lamiz-da o'z aslida. Aziz va qadrdon teletomoshabinlarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Hali bizning Ahror aka hali bir ajoyib qo'shiq bilan yakun yasab beradilar. Xayrlashuv so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Xayrlashish emas, ko'rishguncha deymiz. Albatta. Hali Xudo xolasa inshaalloh ko'p marotaba birgalikda ko'rsatuvlarda ishtirok qilamiz va xalqimizga, muxlislarimizga yangi ijodlarimizdan aytamiz degan niyatlarimiz bor. Hozir esa yagonam o'zingsan degan qo'shig'imiz bor. Aynan mana shu qo'shiq bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana. Visolingga yetay deb parvonang o'zim mana. Daryosidan to'yib ichayin, ishqingda mast bo'lib qushdek uchayin. Hofizi devona oshig'ing o'zim, seni deb bori yo'g'imdan kechayin. Mehri beadad mehribonim mening, qalbimdagi jo'shqin vulqonim mening. Nazaringsiz qolmasin bir soniyam, xayolingsiz o'tmasin onim mening. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana. Didoringni izlagan devonang o'zim mana. Sen o'zingsan yolg'izim dilda borim, chiroyligim go'zalim betakrorim. Hayotimning ma'nosi o'zing o'zing, ishonchim quvonchim kuchmadorim. Sen o'zingsan boyligim ham borlig'im, sen o'zingsan bu dunyoda borligim. Bor vujudim birla seni madh etay, sen tufaylidir mening ahrorligim. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana. Visolingga yetay deb parvonang o'zim mana. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana. Jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana. Didoringni izlagan devonang o'zim mana.